sana çağırdı. 2 May. В Исфане сошел сель, затопило несколько домов. В Исфане Баткенской области сошел сель, об этом сообщает пресс-служба МЧС. Уточняется, что селевые потоки образовались из-за сильных осадков, выпавших в Лейлекском районе. Селевые потоки подтопили дома на улице города. На место выехала оперативная группа МЧС. Кроме того, в Исфану выехал замминистра чрезвычайной ситуации Равшан Рыспаев. Дополнительная информация будет дана позже, отметили в ведомстве. Честно. Ana köşedeki yolda seldi natijası. Sosunu löt kapak etmiş. Cenaz yolda mühendür yağmurun natijası. Ana gidiyor kapak ettirin yani. Yapsın. Camurlar da şaştık ya Allah. Çıkım adamlar var. Yok kapak yok. Sel borgan sari katlari bo'lyapti mana. Avdi kichkina keluvdi, mana borgan sari kattarib butun katta soyni egallab ko'payib boryapti mana sel. Mana o'sha ikkillaga chiqish arafasida turibdi mana. Battar bunchalik bo'lsa, sal pastroqda Mo'g'ul Toshkentning oldida Mo'g'ul Toshkentdan chiqqan sel ikkalasi qo'shilib ancha katta bo'lyapti. Mana ikkilarga kiryapti kam-kam.
teraklarni ta'mirini oqizib kelyapti mana. Ha? Motor soydan chiqdimi? Birinchi oldiniki ancha musor keldi-da o'zi ham. Yaxlarda yo'qmi sen? Zолотой Москва ham ketdi. Ketdim. Kammi? Нормально. Bandalichi ham qadar rasvo qildi. Aytdik. Hatto yo'q bo'lgani emas. Yasab qo'ydilar. Mama, WhatsAppga tashlab qo'ychi, videoga tortib, Ilhom. Mayli, mayli. Pimkani ichi. Gudo tashab qo'y, Chingiz ey. Gudo tashab qo'y.